Chicago'dan KXKlar zilzila bilan demak eshitamiz. Shahrimizda 10 metrda 10 metrda karvon bozori oldida yangi Novostroyka katta ko'chani shunday yuzida 10 etajli Novostroyka domimizda ikkinchi etajida 87 kvadratli 3 xona Yevremont kvartiramiz sotilyapti. Ichkarilari ideal, xonalar zo'r. Shunday zaxadijli ikkinchi etaj. Ichkarilari obzor bilan tashtiraman. Narxini oxirida aytib beraman, ketib yuringlar. Bu ikkinchidan liftimiz ishlab turibdi. Idealni podizlar katta, keng, ikkinchi etaj, katta xonalar bilan tanishtiraman. Bu eshikdan kirgan joyimiz kelajakda bu yerda prixoj qilib qo'yishlar bo'ladi. Hozir strelkalar hamma narsa yangi qoladi. Bu prixojimiz. Bu yerdan kirishimiz bilan shunda o'ng qo'limizda katta zalimiz bor. Ichidagi barcha jihozlar qoladi. Yangi televizor, mebellarimiz, balkon, bemalol zaldan balkonga joy qilib qo'yilgan, atapina qilingan, kontrollar qilingan. Joyimiz parket, pollab, hammasi ideal. Bu yerdan chiqishimiz bilan sanuzelimiz, sanuzel ham kichkina emas, katta. Bu yerda mana xudo xolasa yo bismillah bu oshxonamiz. Hamma narsa keyinga qo'yilgan. Ideal, xolodilnik, kuxnya, barcha jihozlar qoladi. Narxi lekin yoqadi, shikalar. Bu yerdan sirrasi kelsak mana bolalar uchun xolasanglar desk qilib qo'ysanglar bo'ladi, xolasanglar spalnya qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda yana bitta xonamiz bor mana. Katta. Atapinalar qilingan, to'pli pollar qilingan, idealni did bilan egasi o'zi uchun qilingan. Narxi 80 ming. Sunnatiga o'tib beradilar. Telefonim bilan pastga o'tib kelamiz. Bizga like qilish esdan chiqmasin.